Alo, aya. Ana kecha Svit bilan gazdan qarzdorlik yepti. Oldin ham kelarim. Har doim siz to'lagansiz-da. Endi o'zim to'layman, ha? To'g'ri. Uydan alohida bo'lib chiqdim-ku o'zim. Endi o'zim to'lashim kerak-da. Yo, to'g'ri, erkak kishiman, o'zim to'lashim kerak. Endi har doim ham siz to'lab yurmaysiz-ku. Mashinalarning jarimalarini, kreditlarni ham o'zim to'layman, ha? Yo, to'g'ri. Endi mayda yurgan mashina siz to'lamaysiz-ku. Aya, kim chiqadi degan vaqtda men chiqaman dedim-ku, o'shanga biz hazillashdik-da. O'shanga qaytib borsak bo'ladimi? Akamnimi, ukamni chiqarsak? Yo'q, bo'lmaydi, ha? Bo'lmas. Ha. Rostdan o'zim to'laymanmi, aya? Xo'p. Mayli, aya. Yo, bo'ldi, xo'p. Nimaga ham chiqdik uydan? Nimaga ham chiqdik? Sizda